Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan formadagi ma'lumotlarni Google Sheet'ga tushirishni o'rganamiz. Bu narsa nimaga kerak bo'ladi? Bu narsa biz uchun agar sizlar lead sayt qilayotgan bo'lsangiz, sizlar juda kerakli bo'ladi. Chunki hamma webinar qilgan odamlar lead yig'adigan sayt qilishadi. Masalan, Supermiya Davron Turdiyev ham sayt qildirgan, mana shunga o'xshagan. Ya'ni bu o'zini webinariga lead yig'adigan sayt. Xo'p, masalan, ishtirok etishingiz turib, ism, familiyani kiritib, telefon raqamini kiritib ro'yxatni o'tsak, bizning ma'lumotlarimiz Google Sheet'ga kelib tushadi. Shu narsa uchun juda ham ko'p kerak bo'ladi, yana boshqa narsalarga ham kerak bo'ladi. Xo'p, nima uchun aynan Google Sheet tanlashadi? Google Sheet arzon, qulay va juda ham katta ma'lumotni sig'dira oladigan narsa bo'lgani uchun Google Sheet'dan foydalanishadi. Xo'p, men video cho'zilib ketmasligi uchun sizlarga tayyor template qilib qo'yganman. Men telefon raqam, ism, familiya deb Google Sheet'ni qilib qo'yganman. Bu sheetni public qilib tashlab qo'yaman guruhimizga. Ana shu yerdan kirib ko'rsangiz bo'ladi. Kirib yuklab olib, o'zingizlarga aniq qilsanglar bo'ladi. Xo'p, uni o'zingizlarga duplikat qilish uchun faylga yozasizlar va make a copy qiladigan bo'lsanglar, mana make a copy yozadigan bo'lsanglar, sizlarga shu Google Sheetni copy qilib beradi boshqa anaqaga, o'zingizlarga, o'zingizlar akkauntinglarga. Shunaqa qilib o'zingizlar copy qilib olsanglar bo'ladi. Xo'p, endi men extension kirib turib app script kiradigan bo'lsanglar, sizlarda ham shunaqa oyna ochiladi. U yerda script yozib qo'yilgan bo'ladi. Depost degan. Depost bu ana shu ma'lumotni qabul qiladi. Biz hozir tushunishimiz kerak bo'lgan narsa shu. Shu narsani tushuntirib qo'yishim kerak. Const sheet names deb array bor. Bu array ichida lead degan nom bor. Degan string bor. Xo'p, bu narsa nimaga uchun aynan lead deb qo'yganman? Buni sababi mana bu yerdagi lead degan sheet bo'lgani uchun bu yerda lead deb qo'yganman. Masalan, bu yerga sheet deb qo'ysam, bu yerga ham sheet deb qo'yishim kerak. Ikkala nom bir xil bo'lishi kerak, shunda ishlaydi. Xo'p, do'stlar, endi vaqt ketmasdan HTML yozishni boshlaymiz. Bizga forum kerak. Forumda kishini o'chiramiz, kerak emas bizga kishini. Xo'p, input text bo'lsin. Plus buni name beramiz. Name do'stlar, mana bu yerdagi ism familiyalar bir xil bo'lishi kerak. Shuni kichkina qildik. Mana shu ism familiyalar bir xil bo'lishi kerak. Yozamiz. Va buni placeholder ism va familiya. Bundan keyin breklarni tashlab qo'yadigan bo'lsak bo'ldi. Endi input name nima bo'lsin? Telefon raqami bo'ladi. Shu bilan e'tibor beringlar do'stlar, shu ikkalasi name, inputlar name bilan mana Google Sheet'da birinchi qatordagi narsa bir xil bo'lishi kerak. Chunki Google Sheet'ga ma'lumot yuborganimizda shu birinchi qatordagi nomga qarab ma'lumot qo'shib ketadi. Shuning uchun bir xil qilishimiz kerak. Placeholder telefon raqam bo'ldi. Name to'g'riladik. Lekin bitta breakline va button kerak bo'ladi. Buttonga yuborish bo'ldi. Endi shu yuborish degan button ezilganda ma'lumotimiz Google Sheet'ga kelib tushishi kerak. Open visualizatsiya qilib oldim. Bu narsani yana tashlab olaman. Xo'p, bo'ldi. Sizlarning telefon raqami bizda ma'lumot narsalar chiqib turibdi. FNF12 yozamiz. Bo'ldi. Endi JS ni boshlaymiz. Do'stlar, men ma'lumot yuborishda Axiosdan foydalanaman. Axiosni qanday qilib HTML qilib olamiz deydigan bo'lsanglar, buning uchun Axios CDN yozamiz. Mana birinchi chiqqan saytga kiramiz. Bunaqa logotip bo'lishi kerak. Fabrikani kiramiz. Mana turibdi, CDN.js. Va birinchida mana qizarib turibdi. 1.8.4 versiyani skriptga copy qilib olamiz va mana bu app.js dan oldin tashlashimiz kerak do'stlar. Shunga e'tibor berib qo'yamiz. App.js dan oldin tashlab qo'yamiz. Bo'lmasa ishlamay qoladi. App.js dan keyin app.js tepada qoladigan bo'lsa, bizni app.js-dagi kodimiz ishlamay qolishi mumkin. Shuning uchun app.js-dan oldin tashlab qo'yamiz o'z skriptni. Xo'p, bo'ldi. Endi boshladik. Inputlar chaqira olamiz birinchi. Input name teng document query selector input name teng bo'lsa nimaga teng bo'lgani, ism familiya teng bo'lgan name'ligi chaqira olamiz. Chaqirdik, bo'ldi. Endi Ctrl C, Ctrl V. Bu input name emas, input nima bo'ladi? Input phone bo'ladi. Input phone. Va bu yerda telefon raqamini ham olamiz. Shuni bir xil bo'lishi kerak. Telefon raqam
Bo'ldi. Endi button. Selector. Hop, button. Button ezilgan vaqtda ajratishlar bo'lib klik bo'lgan vaqtda nima bo'lsin? Function ishga tushib, functionni event olamiz va eventni nima qilamiz? Prevent default qilib qo'yamiz. Endi bitta funksiya yozamiz mana shu yerga. Const submit found deymiz va bu nima bo'ladi? Asinxron bo'ladi. Mana ichida try catch yozamiz. Try catch. Bo'ldi. Shu try catchdan oldin console log error chiqarib qo'yamiz. Log error. Bo'ldi. Endi nima qilamiz? Endi do'stlar, biz API ga asosan ma'lumotlarni JSON formatiga yuboramiz, lekin Google ishchiga bo'layotgan vaqtda forum data yuborish kerak. Forum data ma'lumotlarni qabul qiladi va osonroq. JSON yuborsangiz ham bo'ladi, lekin JSONda hozir xatolar ko'p ketishi mumkin. To'g'rilashimiz uchun vaqt ketib qoladi. Shuning uchun forum datani oldin yuborganman. Forum datadan yuborish qulay. Google Sheetga. Hop, boshladik. Bu narsani ham bilmagan bo'lsangiz o'rganib olishlar mumkin. Hop, nima qilamiz? Const forum data deymiz. Tenglaymiz. New forum data. Bo'ldi. Endi shu forum dataga forum data o'qibdi. Forum. Data append qilamiz va hop. Mana bu ism familiya bo'lishi kerak. Mana bu aytib o'tganimdek bir xil bo'lsin, balki yuborishimizdan. Va nima qilsin? Input name da nuqta value as Ctrl V va telefon raqam. Hop. O'chiramiz. Bu narsani ham qo'yish kerak. Input form qo'yish kerak. Input form. Bo'ldi. Endi shu forum datani yuboramiz mana API ga. Const data teng evade qilamiz. Endi nima bo'lsin? Axios post jo'natishimiz kerak. Post jo'natamiz va endi mana shu joyga keldik. Qanday qilib endi Google Sheetdan API olishimiz mumkin? Buning uchun boya aytib o'tganimdek AppScript kiramiz va kodimizni run qilamiz. Run qilgan vaqtimiz bizdan bu Google avtorizatsiya so'raydi. Mana authorization required. Shu narsani ezib o'zimiz Google account tanlaymiz. Shu oyna ochiladi va advanced kirib go to unlimited project. Hello, continue. Endi biz kodimiz run bo'lyapti. Hop, xatolik yo'q mana. Started completed. Hech qanday xato yo'q. Endi deploy qilsak bo'ladi. New deployment. Shu deploy qilganimizda bizga API chiqaveradi. Mana bu joydan web app tanlab olishlar kerak. Web app. Description yozish shart emas. Anyone execute as degan joyga o'zingizlarni emaillar kiritib qo'yishlar kerak. Xo'p, undan keyin anyone ni qo'yamiz. Shunda bizga ma'lumotlarni xohlagan odam yuborishi mumkin bo'ladi. Xo'p, deploy qilamiz. Deploy qilgan vaqtimizda ham bizdan avtorizatsiya so'raydi. Xo'p. Xo'p, avtorizatsiyani to'lamiz. O'zimiz Google account tanlaymiz. Advanced yana go to online project. Hello deymiz. Hop. Loader. Hozir bizga mana shu URL bu API linki. Shu API linkini copy qilib olamiz va mana bu postdagi joyga qo'yib qo'yamiz. Undan keyin forum datani qo'yib qo'ysak bo'ldi. Datani ham console log chiqarib qo'yamiz. Console log data. Endi qani alt elo qilamiz. Alt elo. Men bir ochgandim. Yana suribdi. Mana. Hop. Input name men teng ketibdi. Uzr do'stlar, adashib ketdim. Teng. Bo'ldi. Endi ko'ramiz. Ism familiya Berus Hasanboyev, telefon raqam shunaqa. Yuborishni bitta ezamiz. Hop. Funksiyani chaqirmadik. Vatni izlagan joyga chaqirib qo'yishimiz kerak. Endi ko'ramiz.
Hasanboyev telefon raqamini kiritamiz, yuborish yozamiz. Network mana ma'lumotimiz ketdi. Hozir respons qaytadi. Success qaytdi. Konsul ko'radigan bo'lsak, result success. Endi Google Sheet ko'radigan bo'lsak, tadam. Bizning ma'lumotimiz kelib tushdi. Endi qolgani sizlarga dizayn va loader shunga validatsiyalarni o'zingizlar qilasizlar. Men hozir shunchaki video qisqaroq va tushunarli bo'lishi uchun shunchaki ma'lumot yuborish tushuntirdim. Qolgani sizlarga validatsiya qilish va dizayn qilish sizlarga bog'liq. Xo'p, do'stlar, darsimiz tugadi. Keyingi darslarimizda yana ko'rishib qolishni xohlayman. Mayli do'stlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi darslarda ko'rishguncha.